belgisini bildiradi. Demak, biz endi darslikka qaytamiz, ya'ni sifat haqida 6-mashqni bajaramiz. Bunda men bitta savol beraman, bu seniki, lekin buni hammadan ko'ra boshqalar ko'proq ishlatadi. U nima? To'g'ri, oqibatning og'zi bor, tishi yo'q, lekin ishlaydi. Nima? To'g'ri, o'zi yugurmaydi, lekin doim yugurib turadi. Bu nima? To'g'ri, qanoti yo'q, uchadi. To'g'ri, tili yo'q, lekin gapiradi. Kitobida oqibatning ko'zi bor, lekin ko'rinmaydi. Yo'q. Igna edi. Keyingisi oyoqlari bor, lekin yugurmaydi. Yo'q, stol edi. O'zi ko'rinmaydi, lekin hamma narsani ko'radi. Yo'q, yorug'lik edi. Qishda tug'iladi, yozda o'ladi. To'g'ri. Uni sindirish mumkin, lekin ushlab bo'lmaydi. Hozir jim turibsiz, jimlik. Oqibatning qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik kattalashadi. Chuqur edi. Demak, bu guruhdan bilinib turibdiki, birinchi guruhimiz, ya'ni zukkolar guruhi ko'pchilligi, chaqqonligi va zukkoligi